Bir jamoa mavsumni 95 ochko bilan tugatdi. Ikkinchi jamoa esa 0 ochko bilan. Va bu ikki uch o'rtasida esa hali ham bitta Premier Liga yo'llanmasi bor va ana shu yo'llanma o'z egasini kutib turibdi. Coventry City 95 ochko to'pladi. 25 yil deganda Premier Ligaga chiqdi. Ipswich esa o'tgan yili tushib ketib, darhol qaytib chiqdi. Bu ikki pog'onaning egasi zotan aprelda hal bo'lgan edi. Pastda esa tarix yozilmoqda. Leicester 2016-yilda Angliya Premier Ligasi chempioni bo'ladi. Bugun esa ular 3-darajali ligaga tushib ketdi. 10 yil ichida 3 ta liga pastga. Sheffield Wednesday mavsumni 0 ochko bilan yakunladi. Bunaqasi Championshipda birinchi marta. Wrexham tanaffusda 2-1 hisobida oldinda borayotgan edi. Middlesbroughning hisobni tenglashtiruvchi goli va Hull Cityning g'alabasi 43 yillik tanaffusdan keyin Championshipga qaytgan Wrexhamni 7-o'ringacha tushirib yubordi. Jadval o'z ishini qildi. U faqat raqamlarni ko'radi va ochkolarni sanaydi. 3-darajali ligadan Premier Ligagacha bo'lgan masofa 0 ochkodan 95 ochkogacha. Oldinda play-off, Wembleydagi final, 200 million funt tikilgan. Da'vogarlar, diqqat! Millwall, Southampton, Middlesbrough va Hull City. Yarim finallar juma kuni boshlanadi. Hech qayerga ketmang. Ta'qibda qoling.